Yazını günü nav gerek, kondisyoner gerek. Sizlar uchun kondisyonerlar ham ishlab turibdi. 2022 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat. Mashina ham o'zi bor, tayyor. Umuman rasxod yo'q. 64.000 kilometr yurib turibdi. 2022 yilda ishlab chiqarilgan mashina. 100% rodnoy kraska. Mashinamizga paketidan 4 tane balon qo'yilgan hali. 2 yum bo'lib qo'yilgandan mezigar pultlari bor 907. Polni ham shumkatilgan. 2022 yil 64.000 kilometr yurib turibdi. Pokoleniya metan ham bor mashinamizda. Mana ishlar ham akkuratniy, video registratorlarini ega. Mezigar pultlari bor. Umuman kamchilik yo'q. Hamma yeri top-toza turibdi. Metan gaz toza qo'yilgan ekan hali yaqinda. Zapaskalar ishlatilmagan. 100% rodnoy. Xullas, bahosi 118 million so'm. Nalichosi ustunda savdo etib olaverasizlar. 22 yil avtomat korobka. Nexia 3 qarab bilganlar bo'lsa, ayna sizlar uchun sotuvimizda turadi. Kelib olaverasizlar. Ustalarga tekshirtirib ko'rsatib, motorlari hozir konditsionerlar ishlab turibdi mashinani. Ko'rib olaverasizlar.